Hürmetli hükümdar. Уважаемый судья, 11 октябрда unga qarata 11 октября в отношении Набиуллина Vahidov rayon mahkamasi tarafından Владимирским районным судом menga qarata 25 ming shtraf jaza berildi. привлечен к административной ответственности в виде 20 взыскания 25 тысяч рублей. Men bundan qo'pgarish tariza turdi. С этим постановлением я не согласен. Chunki u qaror Сколько? administrativ huquqning barliq Поскольку административная barliq ответственность, butun yoqli elanmaganlikdan kelib chiqqan bu qonun. административное дело не рассмотрено в полном объеме. Birinchidan, Во-первых, bir nendek o'ram chorasi, jamg'aviy o'ram chorasi 17-sentyabrda men uyushtirmadim. поскольку никаких пикетов я не проводил. 54 qonunning 54 закон, 4-maddasida в четвертой части jamg'aviy o'ram chorasining uyushtiruv masalalarini tuvandagi ayblar kiritiladi. пикет включается следующая часть. Birinchi, Первое. mumkin bo'lgan hamda qatnashishga mumkin bo'lgan kishilarni oldinroq xabar etish. Ответственным людям заранее, заблаговременно предупреждать, Yo'q, siz dirishtirmaysiz. Предусмотрено. предусмотрено предупреждать, Shulay oldinroq agitatsiya olib borib,